Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz kanal observatorilari. Azizlar, bugun sizlar bilan uстановка jarayonidamiz. Bugungi uстановkamizga alyumin eshiklar hamda plastmassa deraza romlar uстановка bo'ldi. Bugungi uстановkamizga 5 ta alyumin eshik va 6 ta plastmassa deraza romlarimiz uстановка bo'ldi. Eshiklarimiz 1.10 ga 2.15 razmerdagi standart eshiklar, 2 tabaqali eshiklar. Eshiklarimizga 5 tadan 10 ta oshmosh petlari va katta qulf kaliti rol xizmatlaridan moslashtirib qo'yib berganmiz. Ligirovkalarni joy-joyiga chiroyli qilib qo'yib berganmiz. 2 qavat oynalari, oq paket oynalar tayyorlangan. 20 itkalari va dorilar обязательно solinib tutilgan. Terlamasi kafolat bilan qo'yib beramiz. Past qismiga alikafonlarni qo'yib berganmiz. O'ziga mos svetida alyumin dupmonka svetidagi plastik alyumin eshiklarimiz. 1 metr kvadrat 950 ming so'mdan 2 qavat oynasi bilan chiqyapti. Ikkita bir xil eshigimiz, aytdim, mana bu tomonimizda ham xuddi shunday eshiklarimiz uстановка bo'lgan. Ikkita bir xilda eshigimiz, bitta o'ng, bitta chapga ochiladi, ikki xonaga kirish. Va davom etamiz. Old tomonimizda plastmassa deraza romlarimiz uстановка bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Altoplast 6000 seriya 4 kamerali plastik profillarimiz. Razmeri balandligi 1.60 va eniga 1.40 razmerda bo'lgan derazamiz. Juda ham ommabop bo'lgan, hozirda urf bo'lgan, tashkentskiy fasonda juda ham chiroyli stilda qurilgan. Ichlariga o'zini metallari solingan va samarezlar bilan biriktirilgan. Xo'sh, derazamiz oynasi 2 qavat oynada bo'lgan, xuddi shunday eshiklarimiz oynasida. Yonlariga mana penalarni qo'yib, mahkamlab qotirib berganmiz. Derazalarimizni 1 metr kvadrati mana olib kelib o'rnatib berishi bilan 850 ming so'mdan yasalyapti. Oynalarni xohlasangiz mana oq qilishingiz mumkin, yo bo'lsa yo'da oyna ham qilishingiz mumkin. Narxi o'zgarmaydi, bir xilda. Xuddi shunday 6 ta bir xilda plastik romlarimiz uстановка bo'ldi. Hammasini bir xil liniyada o'rnatib berdik. Ochilishlarning o'rtada ochilish tushirilgan. Derazalarimizga xuddi shunday azizlar, eshikka 5 tadan 10 ta oshmosh qo'ygan bo'lsak, derazalarimizga 2 tadan qo'yilgan bo'lsa, 3 tadan oshmosh petlarini qo'yib berganmiz. Ya'ni mustahkam baquvvat bo'lishligi uchun. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqa qiling. Bu albatta Akfalimin kanal obunachilari uchun maxsus tayyorlangan deraza romlar. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumanida. Bu yilgi uстановkamiz qo'shni Tayloq tumaniga bo'ldi. Keyin Bobur sizlar obunachilarimizga masalan internetda mana shu bog'imiz xolis inson shu keldik, zakazlarni o'lchadik, vaqtida keldimiz. Sifati, kasfasi qanday? Sizga ma'qulmi? Yaxshi, sifati ham yaxshi. Aytgan vaqtida keldikmi? Ha, aytgan vaqtida keldik. Bemalol masalan obunachilarimiz zakaz qilayotgan akalarga masalan o'zingiz xohlasiz, zakaz bersa bo'ladimi? Ishonchlimi hammasi? Bo'ladi. Ishonchli. Bemalol tanlab qilasizlar. Agarda Tayloq akalarimiz kuzatib borayotgan bo'lsa, mana shu akamiz nomerlarimiz aytadi. Kelib ishlarimizni ko'rib, masalan, yana ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Zakazlaringiz bo'ladigan bo'lsa, tezlashtirgan holda sifatli, kasifatli qilib yasab o'rnatib beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, Xudo xolasa bugungi uстановkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu deraza romlarni Xudo xolasa yaxshi kunlar, to'ylarda kelib o'tiraylik. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar, sog' bo'lasizlar.